Nachilik. Karetalarimizni narxini sindirishda boshladik. Karatamizning narxlari sinadi, xudo xolasa yonadi, yondiryapmiz. Karatamizda 1 metrga 180 ligimiz bor, 120 ga 210 ligimiz bor, 1,5 metrga 210 ligimiz kareta. Hozirda Buvayda tumani Maslahat qishlog'ida joylashgan, Andijon yo'lida joylashgan ustaxonamizga yetib kelganmiz. Biz narxlarni tanishtirishni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asmisiz? Sizsiz? Bugun sizni ustaxonangizdagi narx-navolar bilan tanishgani keldik. Obunachilarimizni ko'p talab istaklari binoan 2026-yildagi birinchi video bo'lyapti. Yanvar, fevral oyi uchun narxlarni kelishtirib, skidka chiroyli narxlarda aytaverasiz. Xudo xolasa qilib beramiz chiroylab. Narx-navolarimiz yildan-yilga pastlab boryapti, ko'tarilmayapti. Narx-navolarimiz xudo xolasa hamyonbop xalqimizga yoqadigan bo'lib turibdi. Aka, nimadan boshlaymiz? Nimadan boshlaylik? Oxirdanmi yoki bulardanmi yo? Karatamizdan boshlaylik. Karatamizdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib kichkinasidan ko'rsataylik. Hamyonbop, arzonroq, ishlatishga qulay. Razmerlarni 1 metrga 180 lik, chuqurligi 28 bo'ladi. 420 ming so'mdan qilib beramiz buni bir donasini. Donasi 420 ming. Cheklanmagan miqdorda bor bundan ham. Bu kattaroq aka. 120 ga 210 bo'ladi. Bir xilgalardagi labon ichiga plotni tushmaydi, ozgina kichkinaroq bo'ladi. Bizdagi xudo xolasa labon orqasiga plotni tushadi. Bunisini narxini 520 ming so'mdan qilib beramiz. Bitta listlarini ham olib ko'rsatib qo'yasiz. Listlarini ham tozaligi, sifatiga xudo xolasa uyaltirmaydi, javob beramiz. Chaklariga, yo'llariga javob berasiz. Xudo xolasa garantiyasini beramiz. Chaklarni ham mana obzor qilib olib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xolasa chiroylab svorkalarini o'xshatib qilingan. Hop, bunisini 520 mingdan qilib beradigan bo'lsak, keyin bundan ham kattaroq razmerimizda bor. Mana bu razmerimiz 1,5 metrga 210 razmerda bu ham. Chuqurligi 31 dan. Nariga ham 31 chuqurligi, faqat buni enliroq, uzunligi bir xil. Bunisini 620 ming so'mdan qilib beraveramiz. 620 ming so'mdan bunisi. Buni ham o'sha aytgandek chaklari butun suv turadi. Kimdir suvga ishlatadi, kimdir hali yem tayyorlagani, chorvaga yem aralashtirgan ishlatyapti. Ko'pchilik rastvor qoragan ishlatyapti. Ishlayveradi xudo xolasa. Mana bunaqa ruchkalar qo'yib qo'yilgan. Hali qo'llarda qirqmaydi, boshqa qilmaydi xudo xolasa. Materiallari toza bo'ladi, xudo xolasa. Yamoqli ishlatmaymiz. Chirigan, haligi kraskasi ko'chganini ishlamaydi. Toza materialdan bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda xudo xolasa zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Arzon narxlarimiz xudo xolasa hamyonbop. Birinchi qo'l ishlab chiqarishdan. Bolalar ham chiqyapti. Tayyor bo'lgani chiqadi ba'zan. Tayyorlanish jarayonlarini ham ko'rsatib ketamiz birolar. Endi o'xirlarimiz bilan bitta tanishib o'tib ketamiz aka. O'xirlar ham cheklanmagan miqdorda bor. O'xirlar ham cheklanmagan miqdorda zakazga qarab tayyorlab berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa Qashqadaryo, Buxoro taraflaridan, Namangan taraflaridan ham telefon qilishsa, xudo xolasa yetkazib beramiz. Yetkazib berish nimalari bor, endi dastavkasini kelishamiz xudo xolasa. Kelishgan holatda bo'ladi dastavka xizmatlari. Xo'p, mana qo'yxonimiz 2 metrligi, 65 sm listdan chiqqani bu. 250 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. Svarkalarni buni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz, choklarini. Mana shunaqa sifatli xudo xolasa. Sifatli. Suv quyib qo'ysa ham turaveradi. Bunisini 250 ming so'mdan qilib beramiz, 2 metrligi. 250 ming so'mdan 2 metrligi. 2 metrligi. Bunisi 270 ming so'mdan 230 u. Keyin listi rasxoti ham 68 ligidan chiqqan bu. Bu 65 santidan chiqqan bo'lsa, bu 68 sal nisbatan kattaroq bu. Keyin yana bittasi bor. 260 ligimiz bor. Uzunligi 260, bu ham o'sha 68 sm listdan chiqqan. Oyoqlari, chaklari hammasiniki zo'r. Bunisini 300 ming so'mdan qilib beraveramiz. 300 ming so'm. Optimga, xudo xolasa. Optim narxlarda aytamiz. Optim narxlari. Shuni ham bir naqa e'tiborini qaratishini so'rab qolamiz. Yurtdoshlarimizdan hali ko'p olganga iloji boricha arzonroq qilib beryapmiz. Endi donaga ham harakat qilamiz. Shu narxlarni yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Lekin ko'proq optimga shuna narxda beryapmiz. Hali 10 ta 20 ta olganlarga shuna narxda qilib beryapmiz. Hozir bu aytayotgan narxlaringiz yanvar, fevral oylarida. Yanvar, fevral, xudo xolasa shu oylarga amal qiladi. Endi mabodo hali listlarimizni narx-navolari o'ynab yo pastlasa, yo ko'tarilsa, biz ham arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Narxlarimiz ko'tarilib qoladigan bo'lsa,
ozgina narx-navolarimizga qo'shilib qolishi mumkin. Keyin mol-o'g'irlarimiz bor. Mol boqadiganlar uchun. Bu aka 260ligidan eni 60, chuqurligi 30 santimetrligi 480 ming so'm qilib beramiz. Buni ham optimga. 260 bu ham. Oyoqlari ham baquvvat. Buni ham shu choklari, chiroyli svorkalari professional ustalar qilgan choklar. Keyin shu 260ligimizda katta ho'kizlarga qilingani bor, mollarga. Buni aka chuqurligi 40 santimetr. 40 santimetr. Eniga 63-65 santimetr. Eng katta gigant o'g'irlarimizdan buni ham shu choklari joy-joyiga keltirib, professional suv oqmaydigan qilib, atalak yubersa ham oqib ketmaydigan qilib qilingan. Bunisini 550 ming so'mdan qilib beraveramiz buni. Eng katta, eng baquvvat o'g'irlarimizdan bittasi bu. Buqa boqadiganlar uchun ekan-da. Xudo xolasa o'sha katta gigant buqalar boqadigan odamlarga zo'r bo'ladi bu ham. Keyin mana bu dumalog'imizni 230ligi, nariga 260likda, sheriga 230ligi. Bunisini 450 ming so'mdan qilib beraveramiz aka. 450 ming so'm bunisi. Buni ham o'sha eni 60lik, chuqurligi 30lik svorkalari chiroyli qilingan. Mana xohlasangiz aka ichida suvlari bilan turibdi. Suv oqmaydi, teshib-eshigi yo'q. Sifat a'lo aka. Keyin mana 2 metrligimiz bor. Bu 2 metrligimizda 420 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz aka. Mol-o'g'ir bu. Bu ham mol-o'g'ir. Bu ham o'sha razmeri 60, chuqurligi 30, uzunligi 2 metr faqat buni. 1 metrligimiz bor. Bu ham o'sha razmerda, o'sha sifatda 300 ming so'm qilib beraveramiz. Endi buni nimaga bu 2 metrligi 420 ming u, bu 300 ming deydigan odamlarga 2 metrligini o'rtasidan bo'lganda bitta 1 metrlik o'g'ir tayyor bo'lmaydi. Bir tomonini oyog'i yoni bo'lsa, narigi tomonniki bo'lmay qoladi. Shuni hisobiga bir taraf oyoq qo'yiladi, yon qo'yiladi, uni xizmati bo'ladi. Shunga nisbatan qimmatroq bo'ladi 1 metrligi. Buni kelishtirib beramiz. 300 ming narx aytamiz. Bundan ko'p olishmaydi. O'shalik oladigan odam ham bitta oladi, ikkita oladi. Buni kelishtirib beraveramiz. Xo'p, yana nimalarimiz bor? O'g'rimizni zagadovkalarini bir yo'la ko'rsatib ketaylik. O'g'rimizni zagadovkalari, mana hozirgi gigant o'g'rimizni zagadovkasi deganimiz, buni ham tayyorlab beraveramiz, faqat buni ustalar keltirib svorka qilib olishga ozgina qiynalishadi. Shunga buni iloji bo'lsa tayyorini olishsin. Zagadovka olmoqchi bo'lsam, ham bunaqa dumalog'idan olishsin aka. Bu dumalog'ini bir-biriga ulab ketish ham oson bo'ladi. Bitta razmerda chiqadi, hali qiynalmaydi, har qanday odam qiynalmaydi. Zagadovkamiz, bunisi 2 metrligi, bunisi 260ligi, 230ligimiz bor. Hammasini narxlarini kelishtirib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyin qo'y o'g'irlarimiz bor aka. Qo'y o'g'irlarimiz ham xuddi shunaqa. 2 metrligimiz bor, 230ligimiz bor, 260ligimiz bor. Qo'y o'g'irlarimizni ham chiroyli qilib narxlarini kelishtirib qilib beramiz. Bu zagadovkalarimiz Xudo xolasa inshaalloh arzonroq chiqadi. O'sha yonini qo'shib bersin, oyoqlarini bersin desa, o'sha usta puli xizmati chiqarib yuboriladi, bo'lmasam imkon qadar arzon qilib kelishtirib beriladi aka.